Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, YouTube ahli. Mana bugungi bizning xizmatimiz o'zlarimizning lelizmda. Mana shu Renat Jo'ramizning xonadonidan tashrif buyurdik. Renat Jo'ramiz mana avvalgi ko'najoylarni yig'ib, gazoblokdan o'zimizning Sherzoddan gazoblok olibdi. Gazobloklar ham mana o'ta mustahkam. Barmoq kirmaydi. Sherzod Jo'ramiz ham qo'llarini kuch-quvvat tilaymiz. Mana shu Renat Jo'ramiz qalay, gazobloklar. Zakonniy. 3 kundami, 4 kunda bitirib tashadi buni. Ha. Zakonniy ekan gazoblok. Gazoblokdan tiklabdi. Ustini az xudo qalasa biz Penomonetga tashrif buyurdik. O'zlarimiz chiqib, ko'rasa Penomonetdan masham tushuydi. Bugun bitirib o'tiramiz xudo qalasa. Kimda shunday xizmatlar bo'lsa aytaversa qalay, yigitlar. Zo'rmi Renat? Zakonniy. Ha. Chiqib bersin. Bo'ladi. Astazi, onda balandga chiqib ishlarni ko'ramiz xudo qalasa. Qani ketdik balandga qarab. Xo'sh, shunday qilib yurtdoshlar, bugungi ishimiz ham mana bityotir xudo qalasa. Renat Jo'ramizning tambasham tep-tekis etib bitta xudo qalasa. Jo'ra qalay ishlar? Zakonniy. O'ylagandan ham zo'r bo'lib chiqdi bu xudo qalasa. Ha. Mahkamligi mana. Hop, yana quyib bo'lgan zibrik. Zakonniy yursa bo'ladi. Mana ustida poni yuribmiz. Qalt etib turg'o yo'q mana g'aylar. Betondan mustahkam mana. Xabarlashaverasizlar kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, haftalab ustavog'iy yurmisizlar. Mana 80 kvadrat yer 1,5 kun oqshom boshladik qo'llarda. Bugun mana o'zi 2da bitirdik xudo qalasa. Mana yigitlarimiz instrumentlardan asta-sekin jinovatar xudo qalasa. Tinchlik tuviga obuna bo'lib qo'yamiz, hurmatli yurtdoshlar. Podpiska, like, kommentariyada bo'lasizlar. Kimga shunday xizmatlar bo'lsa xabarlashaverasizlar. Telefon nomerlar ekranda bo'ladi xudo qalasa.